Assalomu alaykum Avtocenter muxlislari. Mana biz bugun xudo xolasa BAF 212 T01 avtomobilimizni obzor qilib beramiz sizlarga. Bu mashina o'zim eng yaxshi ko'rgan mashinalardan bittasi, chunki bu haqiqiy erkaklarning mashinasi, haqiqiy mo'jizoviy mashina. Mashinani ko'ryapsiz, toshi bilan shunday ko'rsangiz, bir tomonlama qaysi tomonlari gelikka o'xshab ketadi, lekin mashinamiz haqiqatan gelikdan qolishmaydigan mashina, chunki sifat bo'yicha ham, tezlik bo'yicha ham, komfort bo'yicha ham har tomonlama cho'tki. Mana mashinamiz, mana shu avtosalonimizda 50 xil mashinamiz bo'lsa, lekin o'zimga ham eng yoqadigan, eng ma'quli shu. Endi bir men sizga imkoniyatlarini aytib o'tib ketsam, mashinamizni imkoniyatlaridan biri hozirgi kunda har bitta Xitoy mashinalarida bor, lekin eng asosiysi foydali narsa 360 kamera. 360 kamera nimaligini bilasiz mendan yaxshi. Misol uchun chapga, o'ngga qarayotgan payt baloningiz teglarini cho'tki qilib ko'rsatib beradi, o'tga tushib ketmasligingiz uchun. Shu tomonlari ham menga yoqadi mashinani. Tak, undan tashqari faralar anaqa oq full led fara bo'ladi. Oldi qismlari juda ham yorug' va tiniq qilib yorib ko'rsatadi. Mashinamizga keladigan bo'lsak, sizga oldin eng asosiy narsasi yuragi bo'lgan motor haqida tushuntirsam, motor 2 lik motorli bo'ladi, 2 turbinalik, 238 ot kuchiga ega mashinamiz. Mashinamiz 238 ot kuchiga ega. Bu degani bilasiz, где-то 4 atmosferniy pradolardan qolishmaydigan kuchga ega degan mashina. Ko'p anaqa tog'larga, anaqalarga ham chiqyapti, ko'ryapsiz. Mana shu videolarni ko'rayotgan bo'lsanglar, hozircha hech qaysi mashinadan qolib ketayotgan yoki chiqa olmayotgan joylarga chiqib ketyapti xullas. Mashinamizga keladigan bo'lsak, mashinamiz AVD deb hisoblanadi, ya'ni oldi ham, orqasi ham tortadi. Xohlasangiz shahar ichiga asosan oldi qismida yurishyapti hozir. 2L degan narsasida qo'shib qo'yib yursangiz bo'ladi. Agar tog'li joylarga chiqsangiz, orqasidan bemalol qo'shib qo'yib, oldi orqa tortadigan qilib haydasangiz bo'ladi. Mashinamiz saloniga keladigan bo'lsak, salonni ham ko'ryapsiz, juda ham chiroyli. Ichida hamma imkoniyatlari bor. Eng asosiysi chiqayotgan payt o'zi udobniy qilib ushab chiqadigan narsalari ham bor. Tak, endi mashinamizga keladigan bo'lsak, mashinamiz ichki qismlaridagi imkoniyatlari juda ham ko'p. Bunda eco deysizmi, sport deysizmi, komfort, har xil rejimlari bor. Bundan tashqari boya aytganimdek 2 hash bor. Bu faqat oldida yuradi, shahar ichiga moslashgan holda 2 hash qo'shasiz. 4 hash qo'shsangiz, bu oldi ham, orqasi ham tortadi. Tog'larga chiqayotgan payt tez haydayotganingizda. Bu 4L sekin, ham toshli joylar bo'layotganda sekin yurganingizda 4L qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Bu ham xullas yaxshi imkoniyatlardan bittasi. Tak, yana spust uchadigan narsalarimiz ham bor. Klimat kontrollari polni bor, hammasi oldi joylashgan, udobniy. Mashinamiz hozirgi zamon talabiga mos holda, asosiy hamma mashinalarimiz shunaqa stop start bilan joylashgan. Mashinamiz stop startlari bor. Endi kabobkasiga keladigan bo'lsak, kabobkamiz 9 bosqichli bo'ladi. 9 bosqichli. Xohlasangiz mexanikaga o'tkazsangiz ham bo'ladi. Buni yaxshi tomoni, eng asosiy yaxshi tomonlaridan bittasi, mexanikaga o'tkazganingizda ham даже avtomat bo'lib, o'zi skorost almashtiradigan imkoniyatlari ham bor. Tak, boya aytganimdek 360 kameralarni ham ko'ryapsiz. Boya aytganimdek kameralar 360 kamerasi bor. Buni xohlagan tomonlaringizni ko'rsangiz bo'ladi. O'zingizga udobniy qilib, misol uchun o'ngga qarayotgan bo'lsangiz, o'sha oyoq ustinglarni ko'rib tursangiz bo'ladi. Xohlasangiz 3 da, xohlasangiz 2 daga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Tak, undan tashqari asosiy ko'pchilikga berilayotgan savol, nimaga bu lukda degan savol tug'ilyapti mijozlarimizga. Sababi bu nedavojniy bo'lganligi sababli tog'larga katta luk, katta panorama qo'ysa, anaqa trashina bo'lib ketmasligi uchun luk qo'yib qo'yishgan. Luk qo'yib qo'yilgan. Shunaqa. Buni ichida yaxshi tomon bog'lari ham kattagina, udobniy, qo'l qo'yib ketishingizga ham udobniy ketsangiz bo'ladi. Беспроводный zaryadchiklari ham ishlaydi, xudo xolasa. Mana sim tiqib, bu yoqqa o'tirmaysiz. Udobniyligini shundan qo'yib ketaverasiz. Tak, yana sizga aytishim kerak bo'lgan joylardan bittasi, saloni ham juda ham chiroyli, ya'ni karishniy. Xohlasangiz qoraga qora xohlovchilar bo'lsa, unisi ham bor.
xohlovchilarga qog'iga kavishnaga qanaqasi ma'qul bo'lsa, xudo xolisa qilib beramiz inshaalloh. Mashinamiz balonlari pasatkasi kattaligi uchun katta ko'ryapti. O'zi aslida javna katta balon emas. Bu 17 anaqa razmerli bo'ladi. 265 ga 70 bo'lganligi sababli balonimiz katta ko'ryapti. Bu endi o'z bilib olasiz, tushunasiz. Tog'li joylarga, toshlarga teganda ham diskaga hech narsa qilmaslik uchun pasatkasi baland qo'yilgan balonlardan. Tak, endi orqasiga keladigan bo'lsak, orqasidagi ham yaxshi tomoni hozirgi Xitoy mashinalarida ko'plarida raketga balon qo'yishadi, ingichkagina. Do vulkanizatsiya bunda unaqa emas. Baloni ham o'zini xuddi o'zinikidagi balon, o'zinikidagi diskalari joylashgan. Endi salonga keladigan bo'lsak, orqa qismidan mana bu bizga yaxshi tomonligi, menga rosa yoqqani, buni sidingizni yotqizib qo'yib, polni sidingizni yotqizgan holda bu oxirigacha yotadi, yana ham muammosi yo'q. Sidinani yotqizsangiz ham bo'ladi, ya'ni to'liq yuk ortadiganligi ham yana ham bu ham yaxshi holat. Tomoni ham dalsh yotadi. Hozir u tomonni o'tkazishimiz kerak. Xullas yuk ortishingizga ham udobniy desak bo'ladi. Bundan yaxshi tomonlari yana ham anaqa qiladiganimiz off-roadchilarning ko'pchiligi yoqadigan narsasi bu bayroqlarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Off-roadchilar o'zining bayroqlari bo'ladi, o'shalarni qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Tak, bakiga keladigan bo'lsak, benzin bakimiz 80 litr. Bu 80 litrga bemalol rasxodlarimizni yetadigan bo'lsak, tak, shahar ichiga 12 ta benzin rasxod qiladi, dalni yo'llarda 10 ta shunaqa benzin rasxod qiladi. Sizga ham o'tishim kerak bo'lgan narsalardan bittasi salon ichi ham udobniy buni. Nimasi udobniy desangiz, men buni yaxshi tomoni bismillah. Bu yoqqa yotqizib qo'ysangiz ham bo'ladi. Undan tashqari xohlasangiz yaxshi tomoni, tak, mana bu sidinamiz 60 gradusgacha yotadi. Qo'yasiz, uzoq yo'llarga ketayotganligi bemalol yotib ketgan holda bemalol yotib ketsangiz bo'ladi. Shu tomonlari ham yaxshi. Endi mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, mashinamiz narxi 438 million so'm. Xohlasangiz naqdga olib ketsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz avtokredit qilib olib ketsangiz ham bo'ladi. Mashinalarimiz nalichda tayyor. Mashinamizning hozirgi kunda 5 xil rangi bor. Oq, qorasi, matvisi va yashil, och yashillari ham bor. Tak, yana sizga nimasini aytib o'tishim mumkin? Yaxshi tomonlaridan bittasi yana bunda aytishim kerak bo'lgan narsa, oldida most bor. Oldida most bor. Bu uncha mashinalar yo'q. Men asosiy tak biladiganim hamma yo'llarda bo'ladigan oldiga most. Bu nima vazifani bajaradi? Mostni misol uchun tepali bo'lib, bitta balonni tepaga qolib, yerdan uzilgan holda ham bemalol o'zini mashinani olib chiqib keta oladi. Shunaqa imkoniyatlari ham bor. Endi to'g'ri tushunasizlar, o'zi birinchi marta abzor qilyapman. Anchadan beri ishlaganim bilan mashinalarni unaqa abzor qilmasdim. O'shaning uchun sal tushunmovchilik yoki noto'g'ri gapirgan bo'lsam, hayajonda endi birinchi marta syomka qilayotganim uchun hayajondami, to'g'ri tushunasizlar, negativ bo'lmaysizlar degan umiddaman. Sizlarni hammanglarni avtosalonimizga kutib qolamiz. Xudo xolasa kelsanglar. Bundan tashqari 50 xil avtomobillarimiz bor. Nimaga tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa, pastga raqamimizni qo'yib qo'yamiz. Shu raqamlarga telefon qilsanglar, yana ham to'liq ma'lumot beramiz. Endi manzilimizga keladigan bo'lsak, sizlarga lokatsiyamizni tushuntirib o'tib ketamiz, qiynalmasligingiz uchun. Manzilimiz metro bekat Sergeli 2-mavze, 5-bekat yonidagi Qipchoq bekati. Bu yoqda Index bozor yaqinida mana Avtocenter avtosaloniga sizlarni kutib qolamiz. Xudo xolasa kelib olib ketsanglar bo'ladi. Hamma mashinalarimiz nalichida tayyor. Ana u mashinaga avtosalonlarga o'xshab kelsangiz, pulni to'lab ketasiz degan narsalar yo'q. Kelasiz, kutmasdan sirazi olib ketasiz. Hammanglarni avtosalonimizga kutib qolamiz.